Nahotki shu gavdasi bilan narxi shuncha arzon bo'lsa? Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'zining gavdasiga nisbatan narxi arzon Foton Aumark modelimizning xarakteristikasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Avtomobilimizning saloniga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda kerak bo'ladigan barcha komfortlarga ega. Ularning eng muhimlaridan biri salonda konditsioner mavjud. Tormoz sistemasi baravar tipga ega. Bu avtomobilimiz dizelda harakatlanadi. Yoqilg'i bak hajmi 160 litrni tashkil etadi. 100 kilometrga 14 litr yonilg'i sarflaydi. Avtomobilimizning dvigatel hajmi 139 ot kuchiga ega. Yukxona o'lchamiga keladigan bo'lsak, uzunligi 5.10, eni 2.10, bort balandligi 55 sm ni tashkil etadi. Ushbu avtomobilimiz 5 tonnagacha yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Qo'shimcha ma'lumotlar yoki narxi qiziq bo'lsa, kommentariyalarda o'z nomeringizni qoldiring. Men Foton Guliston sotuv menejeri sizga aloqaga chiqaman.